Assalomu alaykum. Mana navbatdagi obyektga yetib kelamiz. Bu safargi ishlarimiz Namangan viloyati Mingbuloqda bo'ladi. Bu yerga avvalroq darvoza qo'yib berilgan va endi navbat bu yoqda osma kozirok va bu yoqda kravatlar bor, bu yoqda kachelilar bor. Xudo xolasa asta-sekinlik bilan birin-ketin to'liq ishlarni yakunlab beryapmiz. Inshaalloh mana shu joyimizga harkali variantda navesimizni ustulovka qilamiz va bu yoqda kravatlarni, kachelilarni yig'ib bo'lgandan keyin sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Videoni kuzatib boringlar. Xudo xolasa videoni oxirida narx-navo haqida ma'lumot beramiz. Kravatlarimiz xudo xolasa asosan uyda oyoq ustida bo'lgan holatda inshaalloh mukammal deyolamiz, aqlli yechim deymiz. Shu holatga keltirilgan, ya'ni kravatni bemalol bitta inson o'zi ham joyiga bostirib qo'ya oladi. Yoki shkafga yoki boshqa joylarga surish kerak bo'lgan bo'lsa bemalol bitta inson o'zini surib qo'yadi va undan keyin mana bu oyoqlarni stoplari bor. Bosib qo'yishsa kravat umuman hech qayerga jilmaydigan holatga keladi. Kravatimizni tayyor holatda bu yerda zaklarni uramiz, undan keyin kachelarimizni tersak inshaalloh ishlarimiz yakunlanadi. Mana kravatlarimizni ham joylariga qo'yib berdik. Xudo xolasa to'liq holatda ishlarimiz yakunlandi. Va bu yerga aytib o'tganimizdek, balonning stoperi bor. Stop qo'ygandan keyin hech qayerga ketmaydi kravatimiz, shu holatda turadi. Bu yerga laklarni ham sochib qo'yganmiz, taxtadan laklardan suv tekkandan hech boshqa bo'lib ketmaydi. Bu yerda mana inshaalloh kachelini ham uстановкасы borkalarni tayyorladik. Kachelarimiz liglovka deb bo'ladi orqa taraflari. Bemalol yotqizib, bemalol yonboshlab yotsa ham bo'ladigan holatda. Inshaalloh hammasi qalin materiallardan qilib foydalangan. Bundan boshqa dizayndagilar ham bor. Va xolasa aloqaga chiqsa, bularni ham boshqa dizayndagilarni qilib beraveradi. Tepa qismini batarya qilib berganmiz. Bu ham suv o'tkazmaydigan holatdagidan bo'lgan. Kraskalar mokra asfalt, laklarni sochib qo'yilgan va xolasa taxta laklarni ham sepib qo'yilgan. Va mana tashqi tarafida koziroklarimizni ustulovka qildik. Kozirogimizni darvozaga mos bo'lib high-tech dizaynda qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, mokra asfalt svetda darvozaning kraskalariga moslab, kraskalarni sepganmiz. Tepa qismini ham mokra asfalt svetda leksiyalarni yopib berganmiz. Ozgincha dizayn kiritish maqsadida gullarga tilla ranglarni berib qo'yilgan. Xudo xolasa bu variantdagi koziroklarimizdan juda ham vibrlar ko'p. Aloqaga chiqsanglar, telefon orqali tashlab beramiz. Ko'rib o'zlariga yoqqan variantni tanlashingiz mumkin. Bu svetlarni xohlasa darvozalarga, xohlasa patologlarga, xohlasa devorlarga moslab sepib beraveriladi. Klientimizning xohish istaklariga qarab ranglar o'zgartirib beraveriladi. Narxida raznica qilmaydi. Agarda tepa qismi tunuka eleksan deysa, uni ham qanaqa variantdagi tunuka yoki eleksan deysa, inshaalloh ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. Xo'p, birin-ketin endi narx haqida ma'lumot beramiz. Koziroklarimiz 1 kvadrat metri osma holatdagisi, tunukali variantdagisi 450 mingdan boshlanadi va yo'q variant tanlashingizga qarab 1 million 1,2 million so'mgacha variantlari bor. Darvozalarimiz 1 kvadrat metri aynan shu variantdagisi 1,3 mingdan 1,4 minggacha listlarning qalin yupqaligi, kraskalari va materiallariga, razissalariga qarab narx o'zgarib boradi. Bu koziroklarimiz 1 kvadrat metri 550 ming, 600 ming, buni ham materiallarning qalin yupqaligiga qarab narxlari o'zgaradi. Xo'p, ichkaridagi kachelalarimiz ayollar borligi uchun kirganimiz yo'q. Kachelalarimiz 3 million so'mdan 5 million, 6 million, 7 million yog'i dizayn tanlashga qarab ketaveradi. Kravatlarimiz esa 4,5 million so'mdan yo'q 10 million so'mgacha bor. Aloqaga chiqsa o'zlari xohlagan dizayndagi kravatlarni, kachela, temir, darvoza, reshotka, perilla hammasini tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.